Nega O'zbekistonda havo namlagich kerak? Nega aynan Xiaomi va qaysi biri sizga mos keladi? Hozir shuni 1 daqiqada tushuntirib beraman. O'zbekistonda iqlim quruq, yoz juda issiq, yog'ingarchilik kam, chang esa ko'p. Qishda esa isitgichlar ishlaydi. Uy ichidagi namlik yanada pasayadi. Shuning uchun burun quriydi, uyqu yomonlashadi, teri quriydi va tez charchaysiz. Xiaomi namlagichlari bizning sharoitga mos, jim, xavfsiz va 30 kvadrat metrgacha bo'lgan xonalar uchun yetarli. Qaysi modelni tanlash kerak? Agar sodda va ishonchli variant kerak bo'lsa, Xiaomi Humidifier 2 Lite. 4 litr suv sig'imi soatiga 300 ml suv bilan namlaydi. 30 soatgacha ishlaydi. Jim 38 desibel atrofida. Narxi 545 ming so'm. Agar ko'proq qulaylik kerak bo'lsa, Xiaomi Smart Humidifier 2 4,5 litr soatiga 350 ml ultrabinafsha yordamida suvni dezinfeksiya qiladi. Efir moylari uchun maxsus joy bor. Mi Home ilovasi orqali boshqariladi. Narxi 745 ming so'm. Agar eng muhimi xavfsizlik bo'lsa, Xiaomi Smart Evaporative Humidifier qanday ishlaydi? Oddiy qilib, ichida nam filtr bor. Ventilyator havo o'tkazadi. Suv tabiiy bug'lanadi. Umuman bug' chiqmaydi. 4 litr soatiga 400 ml. Juda jim, 32 desibel. Narxi 1 390 ming so'm. Bolalar va allergiyasi borlar uchun juda mos. Eng arzonini emas, o'zingizga mos va to'g'ri variantni tanlang. Xiaomi Store faqat global versiyalar va rasmiy kafolat bilan.